Mana men kitob topib oldim hozir. Bu 85-86-yili chiqargan kitob ekan. Buni ichida butun SSR davrini izdeliyalari, yuvelirniy izdelia iz zolota 3 ta kitob bo'lgan ekan, 3 ta kitob bo'lgan ekan. Lekin bitta tillaligi shu bo'lgan ekan kitob, qolgani serebro, ikkinchi kitob serebro, uchinchisi prosta toshlar to'g'risida kitob ekan. Ishqilib bizga keraklisi mana shu yuvelirni. Bu yerda mana ko'ramiz nechta zavodniki bor ekan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ta yuvelirniy zavodda izdeliyalari kirilgan. Mana boshlandi Lengradskaya Русские самоцветы, Lengradskiy izdeliylar. Bu уже antikvariatga kiradi, chunki 86-yilgacha chiqazilgan izdeliylar. Само собой informatsiyasi kam, bu просто как каталог qilingan. Mana bu Lengradskiy знаменитый заводской soatlar, вот это tilla soatlar, ремешоклari. Эти изделия. И дальше. И oxirida hozir ko'rsataman. Bizning Toshkentdagi zavodimiz ham bor ekan. Bitta xullas mana Toshkentdagi yuvelirniy zavodniki. И xullas mana полностью zavodda ishlab chiqarilgan Toshkentda ishlab chiqarilgan izdeliylarimiz. Bular hammasi уже почти как антиквар. То есть muzey qilsa bo'ladi buni. Hammasini yig'ib, очень дорого, то есть anaqa qilsa bo'ladi. Деньги можно заработать. Agar hammasi bo'lsa, shu kitobdagi izdeliylarning hammasi yig'ilsa, bu Sverdlovskiy. Endi o'zingizlar bilasizlar, qanaqa chiroyli izdeliyalar bo'lgan. Betga faqat yakutskiy tosh ishlatilgan brilliantlaridan. Lekin mana bu katta qizil toshlari hammasi koront bo'lgan, natural tosh ishlatilmagan deyarli betga. Keyin mana bu yana bitta qiziq narsani sezib qoldim. Mana bu hamma yantarniy izdeliyalar. Mana bunaqa yantarniy izdeliyalar, оказывается, ko'p ko'ramiz. Bu оказывается bitta zavoddan chiqqan. Rijskiy emas. Kaliningradsky yantarniy kombinat o'shadan chiqqan ekan. Hamma shu yantarniy izdeliyalar. Bular ham 583. Bilasizlar, 583 probasini probaga reaktivga tekshirtirganda ham 585 dan balandroq chiqqan. Chunki OTK-BTKlarni o'tgan, ular hech ham past qilishmagan. То есть garantiyasi bo'lgan bular. Mana bular